Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 4-dan 11-aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 6 va 7-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 4-dan 6-aprelgacha 8-13 daraja iliq. 7-dan 11-aprelgacha 6-11 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 5-dan 7-aprelgacha va 10-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 4-dan 7-aprelgacha 10-15 daraja iliq. 8-dan 11-aprelgacha 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 23-28 daraja iliqdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 9-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 4-aprelda 12-17 daraja iliq. 5-dan 11-aprelgacha 8-13 daraja iliq. Kunduzi 21-26 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 5 va 9-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 4-dan 6-aprelgacha 12-17 daraja iliq bo'ladi. 7-dan 11-aprelgacha 8-13 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 24-29 daraja iliqdan 15-20 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 10-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 4-dan 6-aprelgacha 12-17 daraja iliq bo'ladi. 7-dan 11-aprelgacha 8-13 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 22-27 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 4-dan 6-aprelgacha 5-10 daraja iliq bo'ladi. 7-11-aprelda 1-6 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 13-18 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.